Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz uzum shinavandalari, qadrli do'stlar, hammalaringni kirib kelgan Ramazon oyi bilan chin dildan muborakbod etaman. Ramazon tuhfasi sifatida o'zimda yetishtirilgan uzum ko'chatlari va qalamchalarini bir oy mobaynida ro'za Ramazon oxirgi hayit kunigacha inobatga olib, xudo xohlasa 50% chegirma bilan sotishni e'lon qilaman. Diqqatlaringga mana Aziya bir dona qolgan, Askar, Velis, Kelinbarmoq, Allinka, Krivbas, mana bu yerda Poltavskiy manikyur, Rubinovый юбилей, Lamborghini, Red Globe, Преображение, gul uzumimiz. Mana bu yerda mana oxirgisi Yulian ko'chatlari. Azizlar, mana bu yerda mana qalamchalarimiz 60 ga yaqin bor edi, lekin hozir 5-6 xili kamyob bo'lganligi uchun tugab qolgan. Undan tashqari bir 50 ga yaqin adashmasam navdi qalamchalari bor. Marhamat, ulgurib qolinglar, bir oy mobaynida qaytaraman. 50% chegirma bilan qalamcha va ko'chatlar sotiladi.